Pasport va kimlikdagi men. Xotima o'rnida. Nom ata qasrlar bo'ldi manga tar. Manga erkin makon tog'dagi satma. Meni olamda yo'q mardon degan ting. Yuzingni dab qilib yamonga qatma. Sayfiddin Azizi. Her qitim chat elga chiqqanimda ba'zi qarindoshlarim u endi qaytib kelmaydi deyishibdi. Tunji qitim pasportga iltimos sunganimda jamoat xavfsizlik tarmoqlari talabimni tushungili bo'lmaydigan usulda rad qilgan edi. Kishilar orasida asossiz holda yamrab ketgan qaytib kelmaslik g'ulg'ulasi menga so'g'uq kelib chat elga chiqolmadim. Bilimga intilib turgan esil çağlarım örtiniş içide ötdi. 6 yıl ötkendan keyin ming bir mushaqqat, ming bir tashvishli pasportga erishdim. İşimdan chechak chiqib qolamdikin deb Yaponiyaga davransiz yurib ketgan edim. Ya'ni bu haqda o'zini izlash bosug'isida nomli kitobimda ba'zi sahifalarni ochgan edim. Yaponiyadagi 1 yillik ilm istiqomatini tamomlab vatanga qaytib kelganda maktabimizning kadrlar boshqarmasi qaytib kelganingiz yaxshi bo'ldi, endi xotirjam bo'ldik deyishib ketgan edi. Men ularga javoban dunyoda mening birli vatanim bor, qaytib kelmay naga boratdim degan edim. Vatanga har xil sifat berish mumkin. Vatan men tug'ilib o'sgan yer. Vatan meni tuqqan xalq. Vatan bir qalb. Vatan bir aqida. Vatan haqiqat. Vatan jarohat. Vatan bir odamning qadr qimmati, burish tuyg'usi va qimmat qarashini shart qilgan holda turli sifatda namoyon bo'ladi. Aqida bilan yashaydigan insonlar mayli qayerda bo'lmasin vatansiz bo'lmaydi. Eng bo'lmaganda u g'oyibona holda qalbidagi vatanda yashaydi. Yig'ib aytganda men bir g'oyichi sifatida ma'naviyat bilan yashayapman. Tabiiyatimdan kuchli mulkdorlik g'ayrislarini bayqayolmadim. Nimishqidir elning iztiroblari bilan ma'naviy jihatda o'zimni bir chetga ololmaydigan darajada bog'lanib ketgan ekanman. Dil kashmishlarim va qismat tashvishlarim ona tilimda misralarga, idrokiy talqinlarga aylanib, elning g'emiga bo'lgan oshinolikdan fikrlarga tashna bo'lgan vatandoshlarimning nazarlarida izzat va qimmat topadi ekan. Shoirliqim va ilmiy salohiyatlarim yanala ajdodlarim yotgan, xalqim tirikchilik qilayotgan tabarruk tuproqda ekan.
Xalqim azroq bo'lsin bir narsalarni o'ylashga cho'lisi tegmay har qancha qashshoqlashib ketgan holatdami yozmay turolmayman. Bu mening taqdirim ham tanlashim bo'lib, buningda ochiq bilan tatliq tushungili bo'lmaydigan darajada yuqorilib ketgan. Shaklsiz taqdir baxsh etgan tanlashni o'zimning aktiv tanlashi sifatida muayyanlashtirdim xolos. Demak, men ona tilda fikr qilg'uvchi, qimmatim ona yurtda. Bu bir muqaddas surgun. Men bir dunyoviy grajdan layoqatida xohlagan allarni kezib o'zimni qurib chiqadigan fursat izlashni orzu qilaman. Shundaqla har qachon o'zim bo'lishni xohlayman. Mana bu mendagi muayyanlashmagan paradoks. Yunan efsonalarida Antios ismli bir iloh bor bo'lib, u dengiz ilohi bilan zemin ilohining bolasi ekan. Uning topini zeminga tegibli tursa, hech qanday raqib elishishda uningga teng kelanmaydi ekan. Chunki uning onasi bo'lgan zemin ilohi uningga cheksiz madad beradi ekan. Keyin Herakles degan biri Antiosning sirini bilib olgandan keyin Antiosning putini osmonga ko'tarib turib o'ltirib etgan ekan. Antiosning puti ana zemindan ayrilsila kuchidan qoladi ekan. Biz bu hikoyadan munda xulosaga kelamiz. O'zining vatani va xalqidan ayrilib qolgan har qanday odamning kuch madori bo'lmaydi. Demak, vatani yo'qning jini yo'q. Mubada men bir tabiiy fanchi bo'lib, o'z kasbimda dunyoviy pallaga chiqmoqchi bo'lsam, qayerda oliy tajribaxona afzal sharoit bo'lsa, yot va yiroq ko'may shu yerga yuzlangan bo'latdim. Vaholanki mening kashfiyotxonam xalq hayoti. Shunga xalqning qalbiga hijrat qilishim kerak. Sen oladigan rol qayerda bo'lsa, shu yer sening hijratgohingdir. Mana bu mening qandoqsiga qaytib kelgansan deguchilarga bergan javobim. Vatanga qaytib kelgandan keyin chegaraning ichi va sirtida yo'liqqan ovorachiliklarımni unutib ketanmadim. Unutishqa har qancha urinsammo yengilashdan yuz berib turgan ushoq ishlar ko'ngilsiz xotiramni yengilab turdi. Qaysidir bir matbuotdan qalam haqqi yoki boshqa turdagi yo'llanma kelsa, chek yoki uqtirishni ko'tarib yaqin atrofdagi pochtaxonalarga boraman. Yo'llanmalarga adres va ismimizning uyg'urcha yozilishi allaburun tarixga aylanib bo'ldi. Cheklarda ismimning xanzocha yozilishi hamon kimlikdagi xanzocha yozilishi bilan o'xshamay qoladi. Uyg'urcha kishi ismlarining talaffuzini xanzocha xatlar bilan aynan talaffuz qilish mumkin bo'lmaganlikdan, xanzo tilidagi taxminan udul keladigan tovush yoki xat bilan ifodalashga to'g'ri keladi. Masalan, ismim uyg'urcha bo'lganda 4 bo'g'imdan tuzilgan bo'lib, xanzocha yoziqda ifodalaganda 6 bo'g'imga ko'payadi. Bundaq bo'lganda asli ismimdagi tovushlar tamoman yotlashib, xanzo tilining pinyin sistemasiga aylanadi. Agar biz xanzo tilidagi bir xat bir ma'ni uqumi bo'yicha ismimizdan ma'ni chiqaradigan bo'lsak,
ismimizning xanzucha yezilishidan tushuniksiz bir narsalarning kelib chiqishi turg'anli gap. Bu xuddi to'q sho'rpisida pishirilgan beliq go'shining ta'mini uqqili bo'lmagandek bir ish. Xanzu tilida o'xshash bir pinyinda bir necha xil xat bo'ladi. Pochta, banka, qatnash va boshqa mulozimat tarmoqlarida, hatto hukumat organlarida mulozimatchi xodimlar ismlarimizni xanzu yoziqida ifodalaganda, yengillik bilan o'zi bilgan ma'lum xat bilan yozuvdi-da, u bizning kimlikdagi ismimiz bilan ohang jihatda taxminan yaqin kelsa-mu, xatlar birdek chiqmay qoladi. Ammo mas'uliyatni ism egasi tortadi. Shuning bilan bir xatni tuzatkizish uchun organ va ishxonalar aro qatrab haftalab, oylab vaqt zoyi qiladi. Bundaq kechirmishlar beshimdan talay qitim o'tdi ham taqdirim sifatida kallamdan o'tdi. Pochtaxona mulozimatchilarining ko'plari chakdagi isming kimlikdagi isming bilan o'xshamaydi ekan deb haqqimni berishni rad qiladi. Men o'z ismimning davosini har qancha qilsam-mu axturammadim. Bu yerda bir grajdan yana bir grajdanning ismidagi chilliqni tonimay vatadi. Bir madaniyat o'z qo'ynidagi yana bir madaniyatning inchiki xarakterini tushunmay vatadi. Yana kelib bundaq tushunmaslik haqliq bo'lib, ismi burmalangan shaxs parakanda bo'lib vatadi. Nemishqidir men o'xshamagan muhitlarda o'zimni tushuntirish o'rniga tushib qolaman. Ba'zida o'zimni mening ismim Xon nomli kinodagi Rizvon Xonga o'xshatib qolaman. Agar men kimlikdagi sharaf guvohnomalarimdagi xatchaklarimdagi ismlarimning xanzucha yezilishini selishtirsam, ularning har xil yezilganligini bayqayman. Men faqat bir, lekin ismim har xil yezilgan. Demak men o'z ismimga ega bo'lolmadim. Başqalar meni xato yozadi. Men tuzitamay avara. Bu yolg'iz meningli qismatim emas, atrofimdagi kishilarning ismidagi xat ko'rilgan savalliklar tufayli har birining o'ziga loyiq tortmishlari bor. Mening yana pasport bilan bog'langan o'zgacha kechirmishlarim bor. Har qitim chegaradan o'tsam farqli holda tekshirilaman. Pasportimni boshqalarning pasporti bilan selishtirib baqsam o'xshash. Faqat ismimla o'xshamaydi ekan. Bir qitim bir sayohat umiki bilan Shanganga o'tayotganda tamojna xodimlari pasportni qo'liga ilib isming nima deb so'rashdi. Deb berdim. Ular isming bak uzunkan deb kulib ketishdi. Shundoq ismim bak tas dedim menmi kulib turib. Angliyada ilm tahsil qilish jarayonida Turkiyaga 10 kunlik sayohatga keldim. Sayohatni oxirlashtirib Angliyaga qaytgan chaqda Turk havo yo'llarining xodimlari meni xeli uzoq so'roq qilishdi. Meni va pasportimni suratga elishdi. Ularning suoli tugaganda ularga men savol so'rashga ko'nib ketgan, yana boshqa savolinglar bormi dedim xo'rliq his qilib. Ular so'raydiganlarimiz tugadi, sizning boshqa gapingiz bormi dedi. Sizlarchi men terrorchiga o'xshamdikanman deb so'radim. Yosh xodim gapimdan andikib ketdi. Men uningga meni alohida tekshirishinglarning sababi to'g'riliq tushuntirish bermadinglar, mening buni bilish huquqim bormi yo'q dedim. Uninggacha yoshgina bir ayol xodim yenimga keldi va mundoq dedi. Kechiring efendi. Bizda Angliya tarafning Jungo pasportini qattiq tekshiringlar degan uqtirishi bor. Biz vazifa ijro qilyapmiz. Bizni tekshirmaydigan qaya bor, dedim men. Ayol xodim mo'risini qisib qo'ydi. Tamojna xodimlari va elchixona xodimlari ismimning uzun ham g'alitiligidan bearam bo'ladi. Abudu Qadir Jaloliddin, bu ism ularning og'ziga kelmaydi. Navoda pasportga xalqaro transkripsiya bo'yicha Jaloliddin Abduqodir deb qistirib qo'yilgan bo'lsa, hammaga tushunishlik bo'ladi. Afsuski pasportdagi ismim jungoliklarning o'zimi ochiq anqirib bo'lanmaydigan, chet elliklarningmi og'ziga kelmaydigan, ankitdagi katakchilarga patmaydigan g'alati bir ismga aylanib qolgan edi.
Tayvanlik olim Wang Mingke Jungoliqlarning Fasili nomli kitobida millatning etnik nomi haqida to'xtalganda o'z lavzidagi nom va o'zga lavzidagi nom degan terminlarni o'ttiriga qo'yadi. Uningcha o'z lavzidagi nom bir millatning o'zini atishini bildiradi. O'zga lavzidagi nom bir millatning boshqa bir millat tilidagi atilishini ko'rsatadi. Bir millatning milliyati shu millatning o'z lavzidagi nomidala to'g'ri aks etadi. İngilizce Chinese, Rusça Kitay degandek nomlar, Jungozhen, Huazhen degan nomlardek o'lchamlik bo'lmaydi. Wang apandining bu qarashini shaxs ismlariga tatbiqlash mumkin. Agar biz ismni odamning shaxsiyat huquqining bir qismi deb qarasak, shaxs ismlari masalasi astoydil qarashga tegishli bir masala bo'lib chiqadi. Chunki ism odamlarning ijtimoiy madaniy mavjudiyatida bir turlik huquq sifatida ularning insoniyatini kafolatlantiradi. Qonun buyruq qiladiki, deydi Gegel qonun falsafasi degan asrida odam bo'l ham boshqalarning odam bo'lishini hurmat qil. Men bu yerda o'z ismimning boshqa bir tildagi yezilishiga qarshi fikrda bo'lmoqchi emas. Balki men har bir til va har bir madaniyatning boshqa bir madaniyat elementini o'z xosligi bo'yicha gavdalantirishini tamoman qabul qilaman. Lekin men chinlik va hurmat prinsipini ta'kidlayman. O'zimizga qanday qarashimizdan qat'iy nazar boshqalarning nazaridagi shaxsiy salohiyatimizni qo'g'dash imkoniyatimiz hamon cheklik. Bir odamning odam bo'lishi uchun ozuq, kiyim va turalg'uning bo'lishila kifoya qilmaydi. Yana uning odamiylik izzati bilan g'ururi boshqalar tarafidan qabul qilingan bo'lishi kerak. Shundoq bo'lgandala u o'zining odam ekanligidan rozimanlik his qila oladi. Odam abstrakt narsa emas. Uning millati, davlati, madaniyati, e'tiqodi va qimmat qarashi bo'ladi. Bir puhraning puhraligi ularni o'ziga sig'dira oladigan cho'ng bir kimlik bilan qadr qimmat topadi. Birdaklik bilan ko'p xillik bir-biriga zid narsa bo'lmasdan, balki bir tangining ikki yuziga o'xshaydigan narsalardir. Biz ta'kidlayotgan inoq jamiyat qachon ishga oshadi? Biz hadislar boshqalarga o'zimizning ko'zi bilan qaravanmasdan o'zimizga boshqalarning ko'zi bilan qarashni o'rganayli. Shundaqla boshqalarni shularning o'z o'lchimi bilan baholashni bilib olayli. Ko'zitish bulunglari o'zaro o'tishib tursin. Ani shu chog'dala bizdagi kibr tamanno azlab bir-birimizga barobar hurmatdagi grajdan bo'lib ko'rinamiz. Kelgusidagi taraqqiyotdan hammamiz o'z o'rnimizni topa olamiz. 2011 yılı 5. ay Şinjan Ma'arif İnstitutidagi öyümde tamamlandı. Mevcutluk teşnalıqı Abdori Abduqadir Jalaliddin Mes'ul muharriri Dolqun Qadir Tekşirip bekitkichi Ahmadjon Hoshur Baş nazaretçi Erkin Abduqadir Mikrofon aldida Abduqayyum Imin Avaz operatori Akbar Mahmud. Bu eser 2014 yılı 3. aydan başlap ünge elenip 2014 yılı 6. ayda tamamlandı. Bu eserni Şinjan Muallim Elektron Pen Texnik Şirketi Milletler Ünsün Neşriyatida neşr kıldırıp tarqat.